Zamonaviy kurash qurolsiz, ammo ta'siri kuchli. Sizlarga hali ko'pchilik e'tibor qaratmagan muhim masala haqida ma'lumot bermoqchimiz. Bugungi kunda yashirin kurashlar allaqachon boshlangan. Bunga misollardan biri ona suti o'rnini bosuvchi mahsulotlarning tobora keng targ'ib qilinayotganidir. Sun'iy mahsulotlar ayrim hollarda jamiyat sog'lig'iga sekin-asta salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. E'tiborli jihati shundaki, ana shu mahsulotlarni faol targ'ib qilayotgan ayrim davlatlar va tizimlar o'z xalqi uchun avvalo tabiiy ona sutini ustuvor deb biladi. Ular hatto suti yetarli bo'lmagan onalar uchun ham boshqa onalar suti bilan ta'minlash tizimini yo'lga qo'ygan. Shu sababli barcha onalardan imkon qadar farzandlarini ona suti bilan boqishdan voz kechmasliklarini so'rab qolamiz. Ona suti bilan ulg'aygan bola ham aqliy, ham jismoniy jihatdan sog'lom va baquvvat bo'lib voyaga yetadi. Yosh avlod vatanimiz poydevori. Ularning sog'lom o'sishi esa barchamizning qo'limizda. Tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling.